Qani kelin pasha qo'shlarga bir kelin salom. Voy, ayiqlardan kelin qilsalar-da. Uzr oyijon, kelincha kiyimimni kiyishga ulgurmadim. Shoshotdim ishga. Endi yangi kelinsiz, eringiz chiroyli kiyimlaringizni kiyib kutib oling. Xo'p bo'ladi. Men keldim. Assalomu alaykum. Nimasiz? Eng chiroylisi shu-da, oyijon, eng qimmati yana shu. Ertaga onamni tug'ilgan kunlari ishxonadagi animator o'rtoqlaringni olib kelib bir chotga qilib nishonlamaymiz?mi? Bo'ldi, yuz qilamiz. Oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Voy, mana buni shirinligini qaranglar. Voy, buni ichida kim bor ekan? Voy, erkalarishlaringdan aylanib ket. Voy, yuli. Anaqa o'zi ko'pchilik buni ichida chiroyli odam bor deb o'ylaydi. Voy, men ham bitimni to'kib o'ynagim kelyapti-yu, uyalyapman-da. Yeslicho mashinada ikkita ayiqchalik kiyim bor, oyijon. Odammiz, o'g'rilik bo'lgan. Hamma yuzini ochsin. Kelin tushing, foydasi yo'q. Ikkalanim yechmaskayni. Sharmanda bo'ldingiz, oyijon. Ikkalamiz ham birga sharmanda bo'ldik. Nima qilyapsan, Zebo? Ishimni yig'ishtirolman, bolamni o'yladim. To'g'ri qilibsan bolani o'ylab. Men bo'lsam, seni o'yladim. Nima bu? Mana! Bo'ldi, yopamiz. Senga hayajonlanish mumkin emas. Doktor Amidga hayajonlansangiz tug'ib qo'yasiz. Tug'olmasam ko'rsatarsiz. Va nihoyat bugun kelinim bilan biramni olib chiqaman. Umarovni otasi kim? Amandan, lekin oyisi qani buni? Mana Mamutda-ku. Qanday 500 ming yonimizga qolsin deb o'zim kutib olishga chiqdim. Umarov oyisi zo'r.